Ishq Allohga ishonish, Allohni tanish, uni izlash, roziligini topish ekan. Bu hadis samimiyatni talab qilar ekan. Buni ma'rifatulloh yoki irfon ham derlar. Irfon egasini esa orif yoki orifun billah ham derlar. Ya'ni kim xolis niyat ila Allohni tanigan, Allohga yetgan, bu makonga yetganlarni eran ham derlar. Ya'ni kim o'zining yuqori darajadagi ishq tufayli Allohga yetishgan. So'radilar, orif kim? Javob berdilarki, orif ulurki, hech narsa uning mashrabini, tabiatini bulg'ay olmas. Har qanday yozmish unga sof bo'lur. Har kim xalqqa orifdir, haqqa johildir. Har yozmish xalqqa johildir, haqiqatdan orifdir. Orifning nifoqi johilning ixlosidan a'lodir. Turklarning ulug' shoiri Yunus Imro izlamagin olislardan, ko'ngildadir maqomi deb yozgan ekanlar. Demoqchilarki, sen Alloh taolani uzoqlardan, osmondan yoki boshqa tomondan izlama. Uning maqomi sening ko'nglingdadir. Ko'ngling, ya'ni qalbing muhabbat bilan Allohni bilish, unga yetish, ishqi bilan yonib o'rtanadi. Uni sevish va har bir narsani uning rizosi uchun qilish asosiy maqsad Alloh taolo tomonidan sevilgan qul bo'lish baxtiga yetkazadi. O'ylaylik, birov Mercedesni sevadi. Unga erishmoq uchun tun-u kun harakat qiladi. Tinim bilmaydi. Hatto Almaniyadagi zavodga ham borib keladi. Bu uning ko'ngil ishi. Nafsi shunday buyurdi, qildi. Afsus deymizki, Alloh taolo roziligiga erishish uchun shunday intilsa edi, xos oshiqlar kimningdir sevgisiga, maqtoviga, shuhratiga, xayr va ihsoniga ahamiyat bermaydilar. Ular faqat va faqat Alloh tomonidan sevilishini xohlaydilar va faqat shu yo'ldagina harakat qiladilar. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yahudiy ruhoniylarni islomga da'vat etganlarida ular: biz Allohni sevamiz, biz Allohning sevimli qullarimiz. Bizning o'z dinimiz bor, o'z e'tiqodimiz bor. Nega sening oldinga kelishimiz, nega senga bay'at qilishimiz kerak? Senga tobi bo'lishga bizga hojat yo'q. Biz Allohni taniymiz va sevamiz deganlarida Alloh taolo tomonidan bu oyat karimda nozil bo'lgan. Ayting ey Muhammad, agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat etadi. Ali Imron surasi. Siz ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning sevgili qulisiz va rasulisiz. Sizga ergashsinlar. Shunda Alloh ham ularni sevadi degan mantiqli hukmidir. Allohning bir qulini sevmoqlik sharti keskin tarzda, ma'lum shartlar vositasida maydonga chiqadi. Xo'sh, bir qulning Alloh tarafidan sevilmoqning asosiy sharti nima ekan? Rasulullohning sallallohu alayhi vasallam yo'llaridan yurmoq, har ishda Hazrat payg'ambarimizga taqlid qilmoq, u muhtaram zot kabi harakat qilmoq, tavsiyalarni bajarmoq va u zot sharifini yaxshi ko'rmoq, sevmoq vositasi bilan bo'lar ekan. Oriflar, eranlar mazkur shart va vositalarni amalga oshirgan Allohning suyukli bandalaridir. Deydilarki, ey Allohim, meni mendan ayirma, meni aslo jamolingdan ayirma. Baliq joni tirik yurur suv ichra, ilohi baliqni qo'ldan ayirma. Meni ishqning daryosidan tashqariga chiqarma. Baliq suv bilan tirik bo'lgani kabi, ishq ahli Allohning sevgisi, jamoli bilan tirikdir degan ma'noni o'qiganimiz mazkur satrlardan. Ishq ahlining zimmasida ikki vazifa mavjud bo'ladi. Alloh taolani bandalarga sevdirmoq, bandalarni Alloh taolaga sevdirmoq. Albatta bandalarga
Allohni sevdirmoq go'zaldir. Masalan, bolaga biron shirinlik bersangiz, totib ko'rgach, uni yoqtirib qoladi. Bandalarga Allohni sevdirmoq unchalik qiyin emas. Aytadilarki, banda haqiqiy komillik yolg'iz Allohga xos ekanligini, o'z nafsiga yoki boshqalarga ko'rinadigan komillik esa yolg'iz Allohdan kelishini idrok etadi-da, Allohni sevgan bo'ladi. Ammo bandalarni Allohga qanday yo'l bilan sevdirmoq mumkin? Ta'kid etamizki, buning uchun banda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashadi. Rasulullohning sunnati samimiyatiga tobe bo'ladi. Sunnatini saniyaga, muvofiq kamolga yetishadi. Rasulullohni sallallohu alayhi vasallam qanday sevish lozimligi borasida ham tarixda biz uchun ibratlar ko'p. Hazrati Shayx Uvays Qaraniy ibratlarini eslashning o'zi kifoya. Uvays Qaraniy hazratlari Rasulullohni ko'rmay turib ham sevganlar. Kofirlar Uhud jangida Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam janobimizning tishlarini sindirgan xabarini eshitib, bundan qalban kuyib, o'z og'izlaridagi barcha tishlarni sindirgan ekanlar. Hazrati Uvays avval bir tishlarini tosh bilan urib sindirib, Payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallam singan tishlari balki bu o'rindagisi emasdir deb boshqasini sindirdilar. Shu zaylda barcha tishlarni sindirib chiqdilar. Ikki jahon quyoshi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam janobimiz Uvays Qaraniy hazratlarining madhida Yamandan menga Allohning oshig'i isi kelur deb marhamat etganlar. Bu mo'jizani qarangki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu oshiqni ko'rmay turib, u haqda eshitmay turib bilganlar. Sahobai ko'zni tanlangan sahobalar Rasululloh janobimizdan Uvaysning qayerda ekanini so'raganlarida Yaman viloyatining Qarin qishlog'ida deb marhamat etdilar. Yo Rasululloh, Uvays zoti risolat panohlarini, ya'ni sizni ko'rganmi deb so'radilar. Ko'rgan va lekin zohirda ko'rmagan deb marhamat qildilar. Bu qanday oshiqdirki sizni ko'rmas? Ikki sababi bor. Birinchisi hol g'alabasidan, ikkinchisi shariat azamatidan. Ya'ni ko'zi ojiz onasi bor. Uyini yolg'iz qoldirib kelmadi. Shariat amrini tutdi. Onalik haqqiga rioya etdi. Rasul akram janobimiz oxirat dunyosiga rihlat qilar ekanlar. Hazrati Umar va Hazrati Ali radhiyallohu anhuga muborak muraqqalarini, kiyimlarini berib, Uvays hazratlariga yetmoqlikni vasiyat qildilar va Hazrati Uvaysning ko'rinishlarini ta'rif etdilar. Badani yunglidir. O'ng qo'lining panjasida oppoq bir tangachalik xol bordir. Mendan salom aytingiz, muraqqani kiyib ummatimni duo qilsin. O'rni keldikim, ulug'larning Alloh rasulini sevmoqlik haqida aytganlarni eslamoq joiz. Bir kuni tushimda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim. Mendan Alloh seni qaysi xislatlaring tufayli do'stlaring orasida balandroq qo'yadi, bilasanmi deb so'radilar. Men yo'q deb javob berganimda shunday deb marhamat qildilar. Solih kishilarga xizmat qilishing, musulmon birodarlaringga o'g'it berishing, mu'minlarni va mening sunnatimga ergashganlarni sevganing va mening go'zal axloqimga ega bo'lganing tufayli. Hazrati Shayx Bishri Xofiy Qadasallohu sirrohul aziz. Alloh sevgisining alomati Qur'on sevgisidir. Qur'on sevgisining alomati payg'ambar sevgisidir. Payg'ambar sevgisining alomati uning sunnatiga va go'zal axloqiga tobe bo'lmoqlikdir. Sunnatga tobe bo'lishlikning alomati oxirat hayotini unutmaslikdir. Oxirat hayotini unutmaslikning alomati dunyoga hirs qo'yishdan, harom va g'ayrimush daromad yig'ishdan qochishlikdir. Hazrati Shayx Sahil bin Abdulloh Tustari
Quddus yasrohu. Allohning lutfi bo'lmasdan bir kimsa unga yetisha olmas. Allohga yetishning yo'li uning rasuli Hazrat Muhammadga sallallohu alayhi vasallam tobi bo'lishlikdir. Hazrati Shayx Junayd Bag'dodiy qadasallohu sirrohil aziz